Sog' salomat yuribsiz. Qo'lingizni bering, Akam bilan bizdan hammaga ham qo'lingizni bermayapsiz-da. Dadangiz bilan ishlagan, dadangizni hurmat qiladigan odam ustozimiz deyapti, bilishlar. Shunaqa odam bilan gaplashyapsiz-da. 70 bersak biz, o'tkazib olsak bo'ladimi? Alloh bersin, hozirga qo'ying. Lekin bizniki barakali. 73 o'tkazib olamiz. 78,5 ga tushadi. İstab yurmaymiz, mana Jahongir akam gap beryapti. O'ziga o'tkazib oladi mana. biz hech bilan turmaganmiz akam bilan. Turmagan bo'lsa turing-da. Gaplashganmiz-ku. Turadigan ishlar bo'lyapti. Endi bermasangiz hozir bu ham xafa bo'lib ketadi. Meni hurmatim $150 ekan. 150 qimmatiga kimdadir sotasiz. Kim bu aytadi-da, aka men aytaman, narxing $150 ekan aka deyman. Sen 150 ga olmabdi deyman, shu bilan siz. Ha unda ol aka, foydalaning, mazza qilgin deyolmaysiz. Hech qancha emas hozir $150. Bering to'g'ri ekan. Biz o'tkazib olamiz. Yo'q, gapsiz yo'q, o'zim qo'l qo'yaman, o'ta olaman xolos. Shuncha beryapmiz. $50 qo'shing. Qo'shing. $50 bersa oling. Bu 75 ga beraman deyapti, lekin biz olmaymiz unga. Yo'q, ko'zingizdan bilinib turibdi. O'tkazib olamiz. Mana mashina. Biroq qimmatroq bersa bizdan sotib bizni pulimizni, zakalatimizni qaytib beraverasiz. Biroq 77 bersa sotib yuborib, 77 ni olib ketaverasiz. Yo biz rozi bo'lamiz. Yo'q. Biz bilamiz buni ashib bo'lgan bermaydi. Turasiz mana, umringiz o'tadi, vaqt o'tadi. Bering. Bering, dadasini taniysiz. Men dadasini tanigan odam. Nasibillo keling. Mana Nasibillo sizga kim bo'ladi? Tog'am bo'ladi. Tog'ingiz o'g'li. Menga kim bo'ladi? Hech kim emas siz-a? Bozorda tanishgan akamiz. Eskidan mashina olaman, mashina sotaman. Qo'li yengil bo'ladi. Ko'p og'ir o'qimasin mashina. 74 ga mana qo'sh degani uchun shu bolani lavzini ol. Siz lavzini olasizmi? 74 ga bering. Mana. Berasizmi? Berasizmi? Sotdingizmi? Oling.